Faxriddin G'ulomov nomli kanalimiz a'zosidan savol kelib tushgan. Savolni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum Akobir aka. Bir savolim bor edi. Biz Kattaqo'rg'on tumanida yashaymiz. Uy joyimiz Ayamni nomlarida. Yoshlari 78 da. Qahramon ona. Mol-mulk va yer soliqlaridan qanday imtiyoz bor deyilgan. Soliq kodeksiga murojaat qilamiz. U yerda aynan qahramon ona termini yo'q, lekin soliq kodeksi 421-moddada 10 va undan ortiq nafar farzandi bo'lgan ota-onalardan biriga imtiyoz ko'zda tutilgan. Ya'niki qahramon ona o'zi kimlarga beriladi? 10 nafar va undan ortiq farzandi borlarga beriladi. Demak, aynan 421-modda sizga tegishli, ya'ni sizning ayangizga mol-mulk solig'idan 60 metr kvadrat qismidan imtiyozga egalar. Yer solig'idan imtiyoz ko'zda tutilmagan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'ling, do'stlaringizga ulashing.